universal drabilkani eng yaxshisidan va puli arzonidan va chempiondan so'ragan akalarimiz uchun hop bugungi video obzorimizda Champion nomli universal drabilkamizni sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Altemir zavod tomonidan ishlab chiqarilayotgan Champion nomli universal drabilkamiz xohlasangiz mana bunday tikka holatda, xohlasangiz mana bunday yonbosh holatda ishlatishingiz mumkin. Sizga qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha holatda bemalol ishlataverasiz. Bu Champion nomli universal drabilkamizni balonchalari bor, bemalol u yoqdan bu yoqqa yetalab yurib ishlatsa bo'ladi. Va mana bunday tikka qilib turib, mana bu oyog'i sizga xalaqit bersa, bitta ichkarisiga bes bo'ldi. Oyoqchasi umuman hech kimga va ziyon yetmaydi. Bunimizda komplektlarda mana bunday don uchun zaslonkasi, bu joyidan don, mayda donlar tushadi, bu joydan makka sota solinadi. Va yana qo'shimchasi komplektda setkalari 4 xil bo'ladi. 2 xil o't uchun va 2 xil don uchun. Bu setkalari albatta qulaylik maqsadida yonidan almashadi va yonidan qo'yiladi. Qaysi biri molbob bo'lsa, molbobni olib turib shunda yonidan sovilaverasiz mana. Yonidan chiqadi va yonidan kiradi. Va yana ustunlik maqsadida hop ichini tozalashga yoki yuklash maqsadida mana osongina qilib kurchoklar bilan jihozlangan. Kurchokda bitta ochib turib ichini sizlarga ko'rsatib beraman. Bu apparatimizni pichoqlari mahavikli, segmentli va malatko'yli bo'ladi. Mana bu zavodskoy mahavik 10 kilo, 11 kilo chiqadigan zavodskoy mahavik kuydirilgan segment qalinidan bo'ladi va mana bunday katta-katta qalin malatko'ylar bilan jihozlangan. 18 ta segment двойной bo'ladi. Segmentda mana tepasida ham bor, mana tepasi va mana bu pastida ham segmentlari bo'ladi. Двойной segment bo'ladi. Hop, malatko'ylari mana qalin, kattasidan u bu boshqa drabilkalarga o'xshagan kichkinasidan emas, qalinni va kattasidan bo'ladi. Mahavik ham zavodskiy mahavik, shunga e'tibor berib qo'yasizlar va mana bu joylari qalinligini ham ko'ryapsizlar. Qalinligi ham vaqti qalin mana. 7, 8, 1 santigacha bo'ladi buni qalinligi. Va o'sha aytganimdek mana setkalari ichidan umuman qo'yilgani yo'q, tashqarisidan qo'yiladi. Bitta chiqaramiz mana tashqarisidan. Bitta solinadi. Endi bu apparatimizni universal drabilkamiz, Champion nomli universal drabilkamizda hop, sifati umuman tushmagan holatda, albatta, aynan sizlar uchun narxlarni anchagina yengillatib qo'ydik. Hop, qulayliklari yanada ortdi, lekin narxlari ham ancha tushdi, albatta. Mana og'izlari ham dumaloq, 45 santimetrli bo'ladi, tashdan tashgacha diametri va ichlari ham mana parma holatda, spiral holatda qilingan. O'tni tepaga qaytarmaslik maqsadida mana. Bitta, ikkita, 3 ta va tepasida yana kalsosi bor. Endi buni ichini ochib, mabodo tiqilib qolgan tozalab qo'yish uchun mana ochdingiz, endi yopishan. Bu joyga bitta ilinadi va mana buni qo'yib turib, bitta kurchak orqali yopib qo'yiladi. Setkasini almashtirmoqchi bo'lsangiz, tashqaridan almashtiraverasiz. Endi yetalab yurgani buni qanday yetalayman degan akalarimizga yetalash uchun juda qulay. Xohlasangiz mana bu oyog'ida mana bunday yetalab yurasiz. Bu oyog'ini yig'ishtirib qo'yib turib, xohlasangiz mana shunday holatda bemalol yetalab yurishingiz mumkin. U yoqdan bu yoqqa ko'chirib yurishingiz mumkin. Bu drabilkamiz universal. Mol qo'yadigan narsa borki, hammasini chiqaradi. O't, don tanlamaydi. Somonmi, paholmi, ho'lmi, quruqmi, hattoki aynan mana shu drabilkamizni bugun videoga oldik. Uni ham qo'yib o'tib ketaman. Shlaka blok, g'ish, taxta hammasini o'sha mol qo'y yemaydigan, ya'ni o'sha o't hashaklar ichida chiqib qoladigan mahsulotlardan sop-sop chiqarib ko'rsatib berdik. Video davomida uni ham qo'yib o'tib ketaman. Endi hop, mana shu videoni hozir qo'yamiz. Endi undan chiqqandan keyin pichoqlar qanaqa turadi degan akalarimizga mana ichkarisini ko'rsatib qo'yamiz. Ichi mana shu toshlarni hammasini chiqargan, mana o'zi mana bu joylari ham kirib yotibdi. Suvlargacha quyib yuborganmiz. Ho'l quruq tanlamasning isbotiga. Pichoqlari bitta ochib ko'rsatib beray buni ham. Mana. Pichoqlari umuman singani yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q, qaytarilgani ham yo'q mana. Ozgina shu ustida mana shlaka bo'ldi, g'ishlar sakragani hisobiga sal chizilib qolgan xolos. Bo'ldi mana pastida, bunda ham двойной, tepasida ham bor va pastida ham bor. Hop, hamma narsani chiqaraveradi deganda bu maqsadda endi o'tlar endi ular yumshoqqina bo'ladi. Ularga pichoqga hech narsa ziyon yetmaydi. Toshlarni ham, g'ishlarni ham hammasi, shlaka bloklarni ham solib chiqarib ko'rsatib berdik. Albatta bu apparatlarimiz hammasi 220 volt variantda. Aynan sizga ham sinab ko'rsatib beramiz. Hop, hammasiga setkalarni qo'yib qo'yganmiz. Bu joyda
4 ta chempion nomli universal drabelkamiz turibdi. Hop, bularimizni setkalarning hammasini alohida qo'yib qo'yganmiz o'ziga. Hop, bunisiga qo'ybob setkasi, ya'ni mana shu qo'yilgan ekan. Mana shu qo'ybob setkasi qo'yilgan va keyingisiga, bunisiga toshlarni chiqarganimizda hop, bunga molbob setkasi qo'yilgan ekan. Shu molbob setkasida chiqarib beramiz bunisida. Endi bunisida yorma holatda chiqarib beramiz sizga va bunisida eng main holatda, kepak holatda chiqarib beramiz. Albatta, siz o'ylab turgan bo'lishingiz mumkin. Shu o'tni, donni chiqarish uchun 4 apparat olishim kerakmi deb o'ylab turgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, 4 apparat emas, bitta apparat xarid qilsangiz, mana shu 4 ta setkasi qo'shimchasiga bonus arqasi beriladi va don uchun mana bunday zaslonкasi beriladi. Bitta drabelkada xohlasangiz o't, xohlasangiz don, xohlasangiz somon, xohlasangiz pahol, xohlasangiz ho'l, xohlasangiz quruqda bemalol chiqarib olishingiz mumkin. Endi videoni boshlashdan oldin yana bir ma'lumot aytib o'tsam, sizga xohlasangiz mana bunday dumaloq holatda ham tayyorlab beramiz. Dumaloq holatda. Agar yo menga dumaloq kerak emas, to'rtburchak holatda, to'rtburchak kerak degan akalarimizga mana to'rtburchakli variantda ham tayyorlab berish imkoniyatimiz bizning Altemir zavodimizda bor. Albatta narxlari umuman o'zgarmaydi. Narxlari o'zgarmaydi. Xohlasangiz mana bu to'rtburchak holatda, xohlasangiz mana bu dumaloq holatda bo'ladi. Faqat qaysi o'zgarmaydi, tepasi o'zgartirib beraveramiz. Dumaloq yoki to'rtburchak. Albatta aloqaga chiqqanda menga chempion nomli universal drabelkani hozir dumalog'idan ber yoki to'rtburchagidan bersangiz narxiga umuman qo'shilmaydi. O'sha komplektdagi narsalar, hamma narsamiz beriladi. Albatta O'zbekiston bo'ylab yetkazib, olib borib ishlatib beramiz. Endi hop, bularimizni sizga bitta ishlatib bersam, bunisi eng main holatida turibdi. Main holatda hop, somon, pahol, yeryong'oq, makapoyalardan ozgina chiqarib beraman. Hop, bunisida tikka holatda, narigisi yonbosh holatda ishlatib beraman. Ikkala holatda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Sizga o'zingizga qaysi biri qulay bo'lsa, xohlasangiz tikka, xohlasangiz yonbosh holatda ishlataverasiz. 220 volt tokka ulaymiz. Hop, 220 volt mana. Bir bog' makapoya. Bu tarafda yeryong'oq, somon va mana bu joyda drabelkalarda eng xotir bo'lgan sho'li somon, ya'ni paholni ham chiqarib sizga maydalab ko'rsatib beramiz. Eng main holatida eng main setkasi chiqarib beramiz. Qani unda videomizni boshladik. Eng main holatda ketyapti. Bir bog' makapoya mana. Mana yeryong'oq pres. Buni somon pres mana. Mana mosh. Endi pahol mana. Akalar, chiqqan natijani ko'ryapsizlar. Drabelkaga umuman tushgani yo'q. Hamma narsani chiqaradi. Mol qo'yadigan narsa bor, hammasini chiqaradi. Xo'p, hammasini chiqarib berdim hozir mana. Pahol. Paholda chiqqan natijasi. Vapshi mayin qilib, zo'r qilib chiqarib berdim. Undan keyin yeryong'oq presimiz va somon. Bunisi ham yeryong'oq ekan va eng pastida makapoyalargacha, hammasigacha yamlamasdan yutadigan qilib universal drabelkamiz chiqarib berdi. Endi e'tibor bermaysizlar, sal ozgina changib ketdi. Bularni hop chiqarishni ko'rsatish maqsadida shunaqa chang bo'ldi. Sizlarga chiqarib berdim. Endi mana katta setkasida, molbob setkasida shunga changishga yechim mana chang chiqarmaydigan palatkamiz bor. Bu joyda tayyorlab qo'yganmiz. Bu ham bizning Altemir zavodimiz tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Bu chang chiqarmaydigan palatkani bitta qo'yib sizga chiqarib ko'rsatib beraman. Hop, chang chiqarmaydigan palatkamiz.
bu yig'ilgan tayyor holati. Albatta zakaz bersangiz bu yig'ilmagan holatda boradi. Yig'ish ham juda oson buni. Mana shu joyga drabelka xarid qilgan bo'lsangiz yoki drabelka bilan birga xarid qilsangiz, mana shu joyga shuni kirgizib qo'yasiz. Rezinasi bor va bemalol o'tlarni, hashaklarni hammasini chiqaraverasiz. Mana shuni ichiga tushadi. Hop, umuman chang, hop, u yoqqa bu yoqqa men bunga o'xshatib ursib chiqarib yormaydi. Shuni ichiga hammasi tushadi. Endi ham shuni isbotiga bitta sizga chiqarib ko'rsatib beraman. Hop, bu joyda somon bilan sal ozgincha yer yong'oq chiqarib ko'rsatib beraman sizga. Drabelkada hozir mana buni ichiga tulayapti mana. O'zi sekin ishib qolgan buni ko'ryapsizlar mana. Ikkala yoni ham ishgan. Endi drabelka hozir ishlab turibdi. Tokdan o'chirdim, avtomatni o'chirdim. Endi sal ozgina to'xtab olish kerak, chunki buni ichiga havo haydayapti. Changi ozgincha bosib olish kerak. Shuni hisobiga sal ozgina kutamiz va ichidagi chiqqan natijani sizga ko'rsatib beraman. Buni biz chang chiqarmaydigan palatkamiz. Hop, narxi 300 ming so'm bo'lyapti. Mana shu holatda bo'ladi. Hop, buni ichiga nechta press sig'adi? Adashmasam shu 3 ta plus-minus press sig'adi. Bemalol chiqaraverasiz. Keyingilarini olib turib zapravka qilib olasiz. Endi ochib ko'rsatib beraman. Mana chiqqan natija. Bu yoqqa sochilib ketgani yo'q. Somon, mosh, yer yong'oq hammasi aralash chiqdi. Natijani ko'ryapsizlar. Idealni eng zo'r holatda chiqdi. Endi bu apparatimiz hozir ishlashlari hamma yo'g'i zo'r. Bunda tosh, laka bo'lak hammasini chiqarganmiz. Mana o'tlarni ham chiqarib ko'rsatib beryapmiz. Pichoqlariga hop hech qayerga hech narsa qilgani yo'q. Yo'lda ham, quruqda ham hammasini tanlamasdan, yamlamasdan yutaveradi. Endi bu ikkalasidan o't chiqardik. Narigisida qo'ybob, bunisidan molbob. Endi donlarda ham sizga maydalab beramiz. Hop, bunda setkasini qo'yganmiz. O'sha 1,5 mm setkasida va bunisida o'sha 5 mm setkasida yorma holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. To'klarimizni ulab olamiz. 220 volt tokda ishlatyapmiz. tokda mana bunisida makkani donlari va bunda makkani mardagi eng qattig'i, bu ham makka ham eng qattig'i. Mana shularda sizlarga hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Ana ketdi. Mana joyidan ketadi sekin. Chiqargan natijani ko'rlaring. Bunisida yorma holatda, bunisida eng mayin holatda chiqdi. Endi ana makkani mardagi bilan chiqargan holati. Chiqarishlari vobshe zo'r, ideal holatda. Bunda makkani mardagi, makkani o'zi, bug'doy, arpalarda yorma holatda, atala qilib beradigan holatda yoki qo'ylarga shunday beradigan holatda bemalol chiqarsangiz bo'ladi. Endi bunisi mana eng mayin holatda 1,5 mm setkasida chiqdi. Chiqargan natijalari vobshe zo'r. Bemalol mollarga yoki qo'ylar terisiga sep bersangiz bo'ladi. Shakar holatidan ancha mayin bo'ldi bunisi. Mana.
dumonlar bo'lyapti, ilashyapti bir-biriga. Xo'p. Bularimiz endi yorma holatda soatiga 200-250 kilo miqdorida chiqarib beriladi. Yorma holatda. Endi mana bunday kepak holatida bo'lsa 70, 80, 100 kilo plus-minus atrofida bemalol chiqarib bera oladi 220 volt tokda. Endi hop bularimizni narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxlari albatta 6,5 kW alyuminiyligi, 6,5 kW misligi va maxsus motorligi bor. Hop aloqaga chiqqanda menga chempionda alyuminiyligi yoki misligi shunaqa 6,5 kWligi yoki menga maxsusda misidan, maxsusda alyumindan desangiz, albatta sizga to'lig'icha ma'lumotlar berib, ishlashlari hamma yo'g'ini tushuntirib beramiz. Endi 6,5 kW alyuminlik narxi 2 million 700 ming so'm, 6,5 kW mislik narxi 2 million 900 ming so'm. Albatta maxsus narxi boshqacha narx bo'ladi akalar. Maxsus kerak bo'lsa, aloqaga chiqqandan keyin menga maxsusi kerak desangiz, sizga to'lig'icha ma'lumotlar berib o'tamiz va motorlar ham sal ozgincha boshqacharoq. Hozirgi ishlatganlarimiz 6,5 kW turibdi. Bundan-da ko'ra baquvvat, bundan-da ko'ra effekt zo'r va bundan-da ko'ra ishlashlari hamma yo'q zo'r bo'ladi. Albatta, bu Champion nomli apparatimiz. Bundan keyingi videolarimizda sizga 220 ga ishlaydiganda o'sha eng kichkinasi, o'rta 12 nomli va Like nomli hop dikolarimiz, yem-michalkalarimiz va undan tashqari 380 ga ishlaydigan apparatlarimizni hammasini sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Bundan keyingi videolarimizda bizni kuzatishda davom etasizlar. Hop, shu joygacha ko'rgan akalarimiz videomizga bitta like va Altemur YouTube kanalimizga bitta obuna bo'lishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ham mana shunday chorva sohasiga eng zo'r va eng sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol Altemur zavodiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli qilib va sifatli qilib bitkazib beramiz.